Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi tomonidan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda Xalqaro Nordik universitetida ta'lim ishtirokchilarini psixologik qo'llab-quvvatlash bo'yicha eng yaxshi uslubiy qo'llanma tanlovi g'oliblarini taqdirlash marosimi o'tkazildi. Hozir shu haqda. Atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturida ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markaziga ta'lim jarayoni ishtirokchilarini psixologik qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish vazifasi yuklatilgan edi. Belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilning iyun oyida psixologiya, zamonaviy chaqiriqlar, yangi g'oyalar va yechimlar mavzusida yirik forum tashkil etilib, uning doirasida ta'lim ishtirokchilarini psixologik qo'llab-quvvatlash bo'yicha eng yaxshi uslubiy qo'llanma tanloviga start berilgan edi. Mazkur tanlovga taqdim etilgan o'quv uslubiy ishlar ichidan nizom talablariga mos eng yaxshilar tanlab olindi. Psixologik farovonlik va emotsional qo'llab-quvvatlash, bolalar va oila psixologiyasi, pedagog psixologlar amaliyoti, inklyuziv ta'lim, innovatsion metodlar nominatsiyasida g'oliblar aniqlanib taqdirlandi. Bugungi kunda maktablarimizda nafaqat o'quvchilarda, balki pedagoglarda ham psixologik zo'riqish, shu yo'nalishda qo'llab-quvvatlashga bo'lgan ehtiyoj mavjud deb hisoblaymiz. Chunki o'tkazilgan so'rovnomalarimizda bu narsa yaqqol ko'zga tashlandi. Shu maqsadda maktablarimizdagi umuman ta'lim bosqichlaridagi barcha ta'lim tashkilotlaridagi psixologlarni qo'llab-quvvatlash uchun 30 dan ortiq metodik qo'llanmalarni ishlab chiqib, ularni o'sha o'z faoliyatlarida foydalanishlari uchun yordam sifatida biz o'zimizni platformamizda muntazam ravishda joylab bormoqdamiz. Taqdirlash marosimida bunday loyihalar ta'lim tashkilotlarida psixologik barqarorlikni ta'minlash yo'lidagi muhim ilmiy amaliy manba ekanligi qayd etildi.